Hammaga salom do'mboqchalarim. Bugun sizlar bilan bahonachi o'rtog'inglar rad qila olmaydigan retseptni skовородкада pirog qilish. Pirogimizga 2 stakan un kerak bo'ladi. Qara o'rtacha unni qo'shnikidan olib tursan ham bo'ladi. 1 stakan shakar kerak. Bu ham uyda topiladi. To'g'ridagi qo'shnidan so'rab. Ularda ham yo'q bo'lsa, o'zim oldimga to'g'ri kelaver. Qo'limga bitta tekizib beraman, shirin bo'lib ketadi. Pirogimizga negativchalarimiz ichiga o'xshagan qop-qora kakaodan 4 qoshiq kerak bo'ladi. Va pirogimizni ishibgina do'mbogina bo'lib chiqish uchun 2 qoshiq razrexvitserimizni va hamma studentda topiladigan zavtrak, obed va ujinga yaxshi yeyiladigan 2 tuxumimizdan sovuramiz. Mana ko'nglimga o'xshagan oppogina qatiqimizdan 2 stakan sovuramiz va 1 stakan o'simlik yog'i. Va vinchikimizda hammasi bir xil masa bo'lib aralashtiramiz. Va xunaqa vinchikim yo'q dema, vilkada qilsa ham bo'ladi, faqat sal ko'proq vaqt ketadi. Va shunaqa suyuqroq masa bo'lganda to'xtatasan. Pratikan bolam yumshog'im degandek, mana bu pirogim oppog'im deb maqtab qo'yaman. Shu joyiga yaxshilab e'tibor beramiz. Skоворodkamiz katta kichikligiga qarab, suyuq masamizni yarmigacha qilib sovib olamiz. Agar ko'p sovursak, ichi pishmay qoladi. 15-20 minutdan keyin bu oppog'oy pirogimiz ham pishib chiqadi. Bu oppog'oy sani skоворodkaga yopishib olib, asablaringni ham buzmaydi. Bir deyishing bilan o'zi yugurib, idishingga tushib oladi. O'rtoqjon, shuncha maqtadim. Endi bir marta qilib ko'rmasang bo'lmaydi. Qilganingda retsept sanga bergan do'koning ham esingdan chiqazmagin. Bir bo'lib kelsa ham xursand bo'laman. Hammaga yoqimli ishtaha.